Assalomu alaykum. Bugun fibroma haqida gaplashamiz. Fibroma bu nima? Fibroma bu biriktiruvchi to'qimadan o'suvchi xavfsiz o'sma. Odatda og'riqsiz, sekin o'sadi, ya'ni yengil elastik tuzilishga ega va teri ostida joylashgan bo'ladi. Ba'zan mexanik ishqalanish joylarida ham paydo bo'lishi mumkin va ko'proq bo'yin, orqa, qo'ltiq osti va son sohalarida uchraydi. Diagnostikasiga keladigan bo'lsak, palpatsiya, ya'ni qo'l bilan ushlab ko'rilganda yoki dermatoskopiya qilinganda uni to'liq aniqlashimiz mumkin. Va zarurat bo'lganda biopsiya tekshiruvi orqali uni aynan qaysi turga kirishini aniqlash mumkin. Davosi o'sha o'smani, zararsiz o'smani to'liq olib tashlash. Kapsulasi bilan olib tashlash esa o'sha qaytalanishni oldini oladi. Gistologik tekshiruv o'sha bu xavfli o'sma emasligini aniqlashtirib olish uchun qo'shimcha tekshiruv sifatida qaraladi. Profilaktikasiga keladigan bo'lsak, shu teriga surkaladigan kiyimlarni ishqalanadigan joylardan saqlanish va travmalarni oldini olish talab etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.